Cobalt'da Malibu bar qo'yganda sizni samarizga qo'tiladi. Yo, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deganlar uchun mana hozir Malibu bar qo'yib beryapmiz. Zazorlari hammasi ideal. O'zini boltlarida qo'tilgan. Mana o'zgida ishlari bor, hali spavn sabarat bo'lgani yo'q. Prosta video olay deb ikkalasi ham o'zini boltida. O'zini mana bu yerda zasholkasi bo'ladi. Mana bu zasholka, ana shu zasholkalarda katalojdan zavodda o'tiribdi. Bu yerdagi zazorlar ideal turgan, mana bu ruli. Sizni orqaga olishlari normalni. Zazorlari, rushniklari birga bir ishlaydi. Qishda qotib qoldi, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Mana hozir rushnikni ko'taramiz. Davushi yo'q umuman. Original bo'ladi hammasi. Bunga Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, keyin monitor, registrator, kovralar chiroyli qilib uстановка qilib beryapmiz. Hech qayeri kesilmaydi sizning mana. Oldi orqa bo'lishi ozgina joskiroq bo'ladi, lekin boshqa joyda hech qanday kamchiligi bo'lmaydi.